Yoshlar kelajak vorslari. Xalqimizning orzu-umidlari ro'yosi, yurt kelajagi bevosita ular bilan bog'liq. Tariximiz buyuk, kelajak vorislarini ham shunga monand tarbiyalash lozimligi. Bu orqali 3-renessans poydevorini qurish masalasini ilgari surmoqda prezidentimiz. Albatta, qilinayotgan harakatlar, yaratib berilayotgan sharoitlar bunga to'la imkon beradi. Davlatimiz rahbar tashabbus bilan Aloqa bankining yoshlarning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlovchi tayanch yoshlar bankiga aylantirilib, bunga $200 million ajratilishining o'zi ham fikrimiz isboti. Bank prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish maqsadida tizimli ishlar olib bormoqda. Bu jarayonlarda ko'zga ko'ringan mutaxassislar tajribasidan keng foydalanilyapti. Aloqa bank bosh ofisida iqtisodchi Behzod Hoshimov bilan yoshlar, tadbirkorlar va startaplar mavzusida suhbat bo'lib o'tdi. Ilm, tajriba va innovatsion fikrlar uyg'unligi hukm surgan uchrashuv ishtirokchilari o'zlarining eng muhim savollariga javob topish, yangi g'oyalar bilan ilhomlanish va kelajakdagi rejalar uchun yo'l xaritasini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lishdi.